Kam ovqat yeysiz, nonni kamaytirdingiz, shirinlik ham yemayapsiz. Ba'zan kechki ovqatni ham o'tkazib yuborasiz. Lekin baribir oz olmayapsiz. Shunda siz o'zingizdan shubhalanishni boshlaysiz. Qanaqadir xato qilyapmanmi? Irodam yetmayaptimi? Lekin aslida gap irodada emas. Gap organizmda qanday ishlayotganda. Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Biz bolaligimizdan bitta narsani ko'p eshitamiz. Kamroq yesang, aniq ozasan. Mantiqan qaraganda bu javob to'g'ri eshitiladi. Lekin bir narsani bilishimiz kerak. Kam ovqat yeyish boshqa narsa, yog'ni yo'qotish bu boshqa narsa. Bu ikkalasi har doim ham bir vaqtda sodir bo'lmaydi. Lekin ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Tasavvur qiling, uyingizda katta ombor bor. Ichida oziq-ovqat to'la, lekin eshigi quplangan. Siz esa tashqaridan ovqat olib kelishni kamaytirdingiz. Ya'ni kalorik defitsitdasiz. Lekin ombordagi ovqatdan foydalana olmayapsiz. Natijada nima bo'ladi? Och qolasiz. Lekin omborda ovqat to'la. Siz organizmingiz ba'zan xuddi shunday ishlaydi. Tanada yog' bor, lekin undan foydalana olmaydi. Xo'sh, nimaga bunday bo'ladi? Chunki organizm energiyani qayerdan olishini faqat ovqat emas, gormonlar boshqaradi. Ko'pchilik insulinni faqat qand bilan bog'laydi. Aslida esa insulin organizmda yana bitta muhim vazifani bajaradi. Energiyani qayerdan olish kerakligini boshqaradi. Agar insulin uzoq vaqt baland bo'lib tursa, organizm o'z yog'idan energiya olishi yanada qiyinlashadi. Shuning uchun ayrim kishilar kam yeyishadi, och yurishadi, tez charchashadi, lekin baribir vazn tashlash olmaydi. Mana eng muhim muammo. Siz ozishga harakat qilyapsiz, lekin organizmingiz hali yog'dan foydalanishga o'tgani yo'q. Shuning uchun muammo har doim ham irodada emas. Bu yerda ko'pchilik ikkita xatoga yo'l qo'yadi. Birinchisi, unda yana ham kamroq yeyishim kerak. Bu ko'p holatlarda vaziyatni yanada qiyinlashtiradi. Ikkinchisi esa, demak, parhezning foydasi yo'q. Keyin tashab qo'yishadi. Bu ham noto'g'ri. To'g'ri savol esa aslida, nega organizmingiz hali yog'dan foydalana olmayapti? Mana shu savolga javob topsak, vaziyatni o'zgartirish mumkin bo'ladi. Mana shu savolga javob topsak, vaziyatni o'zgartirish mumkin bo'ladi. Bugungi videodan bitta narsani eslab qoling. Kamroq yeyish yog' yo'qotish degani emas. Agar organizmingiz o'z yog'idan foydalana olmasa, faqat ovqatni kamaytirishni o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun o'zingizni birdan ayblamang. Ba'zan muammo irodada emas, balki muammo organizm energiyani qayerdan olayotganda bo'ladi. Endi savol, agar organizm o'z yog'idan foydalana olmayotgan bo'lsa, unda qanday qilib yog'dan energiya oladigan holatga qaytarish mumkin? Shu savolga alohida videoda javob beramiz.